Bugünkü konumuz kentsel alanlarda sulama sistemlerinin iyileştirilmesi. Yani şehir hududunu sulaş tizimini takomillashtirish. Modern şehircilik uygulamalarında su kaynaklarının akılcı kullanımı ve sürdürülebilir kentsel sulama sistemleri tasarımı. Kentsel su yönetimi acil bir ihtiyaç. Dünya nüfusunun %56'sında fazlası halihazırda şehirlerde yaşamakta olup bu oranın 2050 yılına kadar %68'e ulaşması beklenmektedir. Şehir su başqaruvi hozirgi kunda aytyapti, shaharlarda yashayotgan insonlarning ulushi 56%ga yetyapti. 2050-yilga kelib bu ko'rsatkich 68%ga yetadi. Bu nimani bildiradi? Suv sarfining yuqorishi, ko'tarilishi. Ya'ni shaharda biz nima qilamiz? Qanday suvni qanday tarzda sarf qilamiz? Ichimlik suvi, keyin kanalizatsiya, undan tashqari sug'orish tizimi bor, to'g'rimi? Modern to'g'ri. Maishiy, texnik suvlar. Modern sulama sistemlerining sınıflandırılması. Modern kentsel sulama sistemleri kullanılan teknoloji, yönetim, su kaynağı ve sulunan meselelerin türü gibi bir dizi kritere göre sınıflandırılır. Bu yerde ayakta biz foydalanish xususiyatlarga ko'ra sistemalarga uning texnologik tarafdan, boshqarish tarafdan, suv manbai tarafdan va boshqa sinflarga bo'lamiz deyapti. Texnoloji tarafdan yağmurlama, damla, yüzey sulama. Bu yerda siz bilasiz, sug'orish tizimining turlarini eshitgansiz, yomg'irlat sug'orish tizimini eshitgansiz, to'g'rimi? Spinkerlar. Yomg'irlat tomchi. Yo'q, tomchilar boshqa, yomg'irlat boshqa. Ko'rgan bo'lsangiz, spinkerlar bor. Ko'pincha katta ekin maydonlarida bo'ladi. Gazonlarning ustida, misol futbol ko'rgan, to'g'rimi? Futbolning maydonida ichini qanday sug'oradi? Yomg'irlar. Uni nima uchun unga zamonaviy sug'orish tizimida nima foydalanyapmiz? Suvni tejash maqsadida. An'anaviy sug'orish usuli, ariqlardan, kanallardan foydalanishda minusi qanday? Kamchiligi? Suv kelib ketadi. Qanday, qaysi tarafdan suv ketyapti, ko'p ketyapti deb aytamiz uni. Qaysi tarafdan ko'p ketyapti? Ya, sebebi borda, salmondan keladigan suv ne'mada birinchi shurtda singib ketadi, 50% ko'p prosent kelmaydi, ikkinchi taraf bug'lanib ketadi, to'spa. Kelim deganchilik bizlarga, atsimizda kelimchilik. Salmondan kelib turganda yaxshi. Yo'q, salmondan kelib turgan javob deb aytganim yo'q. Bu yerda problema muammo bo'lib turibdi, suv sarfining ko'pligi bo'lib turibdi-da. Biz ham yig'amiz, buni qalagan vaqtda jiberamiz, qalagan vaqtda qalagan joyimizda sug'oramiz, spinkerlar bilan tomchilar tepib suv bor, tomchilarda ham bor. Endi uning turlarida bor, bu yerda aytyaptim, spinkerlar mahkam, qanday texnologiyasi qanday uning 360 gradus aylanib yig'iladi, to'spa. Keyin sektorlarga bo'linib qalagan joy, misol sen salmada an'anaviy usulda sug'orib qolsang yig'alasizmi? Bir chetdan boradi, to'spa. Ana yig'lasin, sektorlarga, atizlarga har qaysini bo'lib qo'ysang, qalagan vaqtda sug'ora olasizmi, to'spa. Yönetim, manual, otomatik, akıllı sistemler. Boshqaruv usuliga ko'ra deyapti, qo'lda boshqarish. O'zimiz qo'lda inson faktorida. Lekin qanday bu? Mehnat talab qiladi, to'g'rimi? Otomatik, bu yerda aytyapti, vaqt taymerlari, avtomatik tizimlar. Vaqt qo'yib qo'yasiz, misol kunduz kuni 10 dan 10gacha sug'orish kerak bo'lsa, kiritib qo'yasiz, sistemasini kerak vaqtda o'zi sug'orib, qaytadan qo'shilib o'chadi. Sensor, avtomatik smart tizimlar. Bu so'nggi texnologik rivojlanish ta'sirida qilinadigan sug'orish tizimi, ya'ni ob-havodan, yomg'ir, issiqlik, namlikdan kelib chiqib, o'zi avtomatik turda sug'orish tizimi ishga tushadi.
sensorlar. Misol, oddiy bir nemiz bormi? Svetimiz podyezdlarga nelarga qo'yiladi. Kirgan vaqtda harakatini sezib janab turishlar. Bundan ham ob-havoga байланысты qanday isib boradi, ya'ni havodagi namlik tushib boradi. Bu bo'ladi, ustiga ta'sir qiladi, turishlar havo qurib ketsa. Keyingisi sun'iy intellekt boshqaruvidagi tizimlar. Yağmurlama, sulama sistemleri, statik spinkerler, sabit montajlı 360 veya sektörlü su pürkütme, rotor spinkerler, döner baskışlı geniş alanlar için tasarlanmış, pop-up spinkerler, zeminle çıkarak çalışır, peyzaj görünümü bozmaz, mikro spinkerler, düşük basınçlı, hassas nemlendirme için. Yani spinkerlerini qanday ekanini bu yerda kengroq tushuntirilgan, turlarini 360 gradus burila oladigan, yana sektorlarga bo'lingan, keyin yerning tagidan chiqib keladigan, to'g'rimi? Yani gazonlarda, nelarda, misol o'zimizdan bor, fakultet oldinda bor, ko'rgan bo'lsangiz. Endi bu yerdan chiqib kelmaydi, chiqib turibdi, lekin pukash nesi radius kichkina. To'g'rimi? Uning uchun lekin uni yaqin masofadan qo'yishimiz kerak. Yani katta bosimlari bu ekin maydonlarida qo'llaniladi. To'g'rimi? Ular keyingisi damla sulama sistemi. Endi boya aytganimiz, so'rab aytdim-ku, tomchilatib sug'orish. Tomchilatib sug'orish ham yer ustida bor, yer tagida bor-da. Yer ustidagi qanday bo'ladi? Tomchilatib sug'orish o'simlikning tagiga beradi, to'g'rimi? Suvni namlantiradi. Yer ostidagisi yer ildiziga beradi. Yer tagidan bo'ladi. Qanday bu yerda? Aslida yer ostidan to'polon nelar bilan yig'iladi. Unda plus tarafi bug'lanish kam bo'ladi-da. Bu yerda koeffitsient jo'g'ari 80-90% bo'lib ketadi-da. Shunisi u yerning ostida turibdi. Bo'lolmaydi, to'g'rimi? Bo'lmasa-da usti to'proqqa berib turibdi o'zi. Yuqoridagisi tomchilatish yaxshi, 10% cho'qadi. Lekin u havoda, atmosferada bo'lgan eklar qo'llanadigan 90%. Bu zamonning sistemasi baribir misol bu yerda jadval bor. Siz ko'rsating. Yerosti tomchilatish bilan smart sug'orish, tomchilatib sug'orish, bu yerdagi investitsiya ketadi, 1 metr kvadratga ketadi ақшасы. Yerostidagisi $12-22 tomchilatib yuqoridagisi 8-15. Farqi bor-da, lekin siz uni uzoq muddatga hisoblasangiz foyda kirasiz. Tomchilatib sug'orish yilda jinab oladimi? Yilda jinab oladi, lekin uni siz yilda jinab olmaydigan qilib bir sistema qilib ishlasangiz ham bo'ladi-da. Yo'q. Yil qalay suradi? Yil qalay suradi? Yo'q, olib jinab olib tashlaganda uni to'sat jinab olinadi, lekin uni brak qilib tashlamak kerak-da. Bu qayta ishlash polietileniga beradi buni. Qayta ishlab belanadi. Soni qayta umuman ko'p yillik qilib ishlasa bo'ladi-da. Ha? Yoshda sinab ketadi. Turi nima dedi bu? Jinagamlar bulg'ashtiradi. Yo'q, soni endi do'stlar, o'zimiz qatnashamiz, to'g'rimi? Do'st jinamaymiz, qilmaymiz. Buni biz hozir zamon rivojlanib ketgan u. Siz jamday, sen aytayotganday, endi buni ko'pincha parnik nelardan ishlatsak bo'ladi. Ishlasam bo'ladi, temirda ishlasin. O su yo'l bor deyapti-da uni. Kauchukdan ishlamaydi. Bu yerda damla sulama sistemalari, tomchilatib sug'orish sistemasi, yuzey damlatuvchilar, ya aytganimdek yuqoridan tomchilatish. Bu yerda bitki ko'kuna yaqin sulama, ya'ni sizga yaqin, tubiga yaqin joydan tomchilatish bo'ladi. Nekeliga suratlar baqirib. Yaqin yerga suv berib, yaqin joyga, ildiziga yaqin joyga. Yer olti damlatichi, yer tagidan 15-20 santimetr aytdim, qanday bo'ladi deb. 15-30 santimetr chuqurlikda bo'ladi. Bu yerda bu aytganday bug'lanish kam bo'ladi. Bular turadi yarasi. Surat bor edi, ko'rsatdim. Turba vodoprovod o'tkazganda o'tkazaveradi, nima problemasi bor?
aytayapmizki, bizlar Yigirma kundan hatası işleyecek o zaman. ha, sen hammasini atsizga to'g'ri Olsun, ha, bunu sug'orish tizimi bo'lganda sen tek atsiz sug'ormaysan, misol tushun lo'kishda sen sug'ormaysanmi? Gazonlaringni sug'ormaysanmi? Ya orada bak işlerden gördün mü böyle? Hamza Fuat işlerden gördün mü? Kuru yolun öyle yapıp içeriden içine yapıyordu. Kuru yolun öyle yapıyordu. Yo'q, baribir O'sha ko'rib yuraveradi. yo'lning bo'yida istasa istab qo'ydi, sujayni sug'orib turibdi. Sug'orish tizimi bo'lgandan keyin tek sen atizlar, gektarlab atizlarni tushunmaydi. Katta mayda dediyse başlamış var mı? Ya katta maydonda жаңа ulkan spinkerlar, ulkan bosimli bo'ladi u. Qanday metrga incha beradi. U bir sektorda o'zi sug'ora oladi. Ispa? Tamshulat sug'orishda жаңағыдай kishi hududlarda nelarni istasa bo'ladi. Ulkangina ketaveradi u suv tanqishchilar baribir shu rezervdan foydalanadi. Misol, havo hududlarga deydi, suv jo'xoriga bormog'i mumkin, ispa? Shunday kezda ne bo'ladi? Tamshulat sug'orishda foydalanadi, ispa? O'zbekiston shaharlarındagi sulama sistemlarining durumi. O'zbekiston büyük şehirlerindeki sulama altyapısının incelenmesi ciddi modernizasyon ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır. Taşkent şehri örneğinde toplam 2340 kilometre sulama şebekesi bulunmaktadır ve bunun %61'i 1990 yıldan önce inşa edilmiş olup teknik hizmet ömrünü doldurmuştur. Bu yerda aytyapti, O'zbekiston shaharlaridagi suv sug'orish sistemasinin holati deyapti. Toshkent shahridagi misol tariqasida berilyapti. Sug'orish sistemasining uzunligi 2340 kilometr deyapti. Bu 2340 kilometrni 61%'i 1990-yildan oldin qurilgan. Yani aytyapti, o'z xizmat vazifasini bajarmoqda. Yani xizmat muddati eskirgan, ya holati eskirgan, uni yangilash kerak deyapti. O'zbekiston shaharlaridagi sorunlar %62'si eski yani eskirgan qismlar. 34,7% suv kayıpları, yani 34,2% suv bekorga ketyapti, ya'ni bug'lanishga, singib ketishga ketyapti-da. Dunyo standartlarida bu 15-20% bo'lishi kerak. Buna Bostan kanaldan çoğu işler çıkardı mı? Qayerda? Bostan kanalda kılıp geliyor mu? Basma gitti. Betonlarga, yegesin. to'g'ri, betonlarga singib ketishmi, suv sarfini azaytishga yordam beradi, lekin bug'lanishda ne olmaydi, lekin qaytara olmaydi. Singib ketuvning o'zi ham bir talay suvni sarflovni oldini oladi. Akıllı sulama sistemleri, su tüketimi optimize etmek için sensör teknoloji, internet bağlantısı ve veri analizi kullanan modern bir sulama sistemidir. Bu sistemler geleneksel sulamaya kıyasla %30'dan 50 oranında su tasarrufu sağlamaktadır. Bunu okuş toprak sensörleri ile gerçek zamanlı ölçüm, meteoroloji istasyonları, sıcaklık, rüzgar, güneş radyasyonu verileri, yani malumatları, otomatik vana kontrolü, %99 güvenilirlik oranı ile hassas düzenleme, merkezi kontrol ünitesi, tüm verileri analiz eden ve karar alan sistem, SCADA sistemi, şehirdeki tüm şebekelerin merkezi izlenmesi. Yani SCADA tizimi deyapti, so'g'or tizimidagi boshqa tarmoqlarga o'xshash markaziy tizimda bu yerdan hamma shahar misol olsak, hammasini kuzatib tursa bo'ladi.